Bir zamonlar kichik bir qishloqda Kamol ismli yigit yashardi. U mehnatkash, oilasi va do'stlari uchun yaxshi inson edi. Ammo qalbida bir bo'shliq bor edi. U doim hayotdagi maqsadi nima ekanligini, haqiqiy baxt qayerdan kelishini tushungisi kelardi. Bir kuni u aqlli va kamtar bir donoga duch keldi. Kamol undan so'radi: "Hayotimda bir narsa yetmayotgandek, qalbimda tinchlik yo'q. Men nimani qidiryapman?" Dono jilmaydi va javob berdi: "Qidirayotganing o'zingning haqiqiy mohiyating. Uni dunyodan emas, ichingda topasan." Kamol hayron bo'ldi. "Lekin men yaxshi ishlayman, odamlarga yordam beraman, jisman sog'lomman. Nega baribir o'zimni to'liq his qilmayman?" Dono uni ortidan bir tekis suv bo'yiga olib bordi va "Bu suvni ko'ryapsanmi?" dedi. U osmonni aks ettiradi, tiniq va sokin. "Sening qalbing ham shunday bo'lishi kerak. Lekin agar sen suvga tosh tashlasang-chi?" Kamol suvga bir tosh tashladi. Tiniq suv tebrandi, akslar yo'qoldi. "Ko'rdingmi? Shu holat sening ongingda ham bor. Qo'rquvlaring, xavotirlaring, o'zing haqingdagi shubhalaring bu suvga tashlangan toshlar kabidir. Ular tinchlikni buzadi. Agar haqiqiy o'zligingni topmoqchi bo'lsang, ichki so'zlaringni, qo'rquvlaringni kuzat va ularni qo'yib yubor." Kamol hayotida birinchi marta bu so'zlarni to'liq his qildi. U tushundiki, tashqi dunyodagi muvaffaqiyat va narsalar emas, balki ichki xotirjamlik eng muhim omil ekan. Shundan keyin u kundalik hayotda osoyishtalik va hozirgi lahzani qadrlashni o'rgana boshladi. Yillar o'tib, u ham dono insonga aylandi va boshqalarga ham ichki nurni topish yo'lini ko'rsatdi. Haqiqiy taraqqiyot tashqarida emas, ichida boshlanadi.